uchun biz o'chirt yozdirib keling deymiz. Hozir ko'rsatib o'taman. Ahmed qizi 15 ta mashinani birdaniga video obzor qilishga harakat qilamiz. 12 avtomobilga ideal qilib propan stonovka, Cobalt avtomobiliga ideal qilib propan stonovka. Bu tomonda yana bitta Cobalt avtomobilimiz bor. Bunga ham stonovka jarayoni. Bu tomonda Matiz avtomobili bor. Bu tomonda Lacetti, Nexo, Gentra, Spark. Matizga ham propan stonovka qilib beryapmiz. Hozirgi vaqtda Tracker mashinasiga ham propan stonovka qilib beryapmiz. Ahamiyat berib qo'ydi. Shuning uchun bizga o'chirt yozdirib kelinglar deymiz. Bu kechqurungi ishlarimiz o'zi. Nexo mashinamiz, bu tomonda ham Spark avtomobilimiz bor. Har qanday turdagi avtomobillarga propan va metanni ishoning biz qo'yib berganda narxda hech kim sizga taklif qila olmaydi. Mana shu mashinalar 3 qator edi. Hozir yarmidan ko'pini ketkazdik. 4 soatda barchasini stonovka qilib chiqazaveramiz. Faqatgina siz obuna bo'lishni unutmang. Narx-navos qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Sirdaryo metanga 24 ga 7 imkon qadar sizga sifatli propan metan stonovka qilib beradi. Bitta narsani biling, 24 ga 7 asosan telefonda, asosan vaqtimiz 11 gacha klientlarda qabul qilib qolamiz. Pastda raqam qoldiramiz.